Klubnika hamma firmada har xil bo'ladi. Bizning firmamizda balandda. Ertalab soat 10 ta kam 7 dan ishga chiqdik. Soqqani bosib qaytamiz O'zbekistonga. Ikkinchi haftalik oyligim chiqdi. Bu yerda 442 funt sterling. Bemalol oila bilan kelsa bo'ladi. 3,5 ming dollar, 4 ming dollar oylik deydigan agentstvalarga umuman ishonmaslik. Ana summani ko'rib, reklamadagi pullar bu yoqdagi varoqdagi boyagi oyliklar umuman to'g'ri kelmayapti. Xullas, bir oyligi 1000 dollarga to'g'ri kelyapti-da. Ha. Bir oyligi. Siz endi Rossiyada undan ham ko'p topgan bo'lishingiz mumkin. Shunday. Aka aytdim, Rossiyada oyiga 250 ming rubl ishlardim dedi. Bekorlar kelmam bu yoqqa deb. Munosabati qanaqa uni o'zbeklarga ularni? Aytmoqchimanki, bizga o'xshagan o'zbekistonlik, qozog'istonliklarni ko'pincha ajrashishardi. Ob-havo buzilgani tufayli qulupnay pishmay qo'ydi. Ular ko'p odam olib ishga. Ularga ish berish kerak. Ish berish kerak. Ish topib bera olmay qoldi. Shuni hisobiga почти 70 kishini ishdan bo'shatishdi. Ular qaytib keldimi? Ularning orasida qaytib keldi ko'pchiligi. Endi eng hayron bo'lganim, men bu yoqda ishlab yurgan vaqtim menga ishlovchi aka telefon qildi. Ish qanaqa bo'lyapti dedi. Sponsor yo'q ish dedi. Uyingga qaytib ket dedi. Uni iloji yo'q, uni 3 oylik vizasi turibdi hali. Iloji yo'q, pul topishga kelgan, keyin boyagi xarajatni ham qoplamagan. Iloji yo'q, chiqib ketdi. Oyiga masalan Angliyada qancha pul topdingiz? Yaxshi oylik olgansiz. Juda zo'r oylik olganmiz. Endi bu ham bir omad ekan. Migrant.uzdan yangi xizmat. Migrant Avia orqali dunyoning istalgan mamlakatiga avia chiptalar xarid qiling. Onlayn chipta xaridi tez va ishonchli. Hisob-kitoblar naqd pul yoki pul o'tkazish yo'li bilan. Telefon 91 kodi bilan 019 77 17. Migrant Avia safaringizning ishonchli yo'ldoshi. Tomon ho'llab olaylik, uzoq yo'l yurib keldim. Tadbirdan. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Migrant.uz kuzatuvchilari. Biz sizlarga foydali, manfaatli, yaxshi ma'lumot beradigan loyihalarni, axborotlarni, videolarni, xullas kontentlarni uzatishda davom etamiz. Bugun ham bir ajoyib mehmonni studiyamizga chaqirganmiz. Bu yigit Elyorbek. Assalomu alaykum. Elyorbek, xush kelibsiz. To'g'risini aytsam, migratsiya sohasiga, aynan migratsiya media sohasiga unaqa juda begona emasman, juda qadrdon emasman. Negaki bu sohaga kirib kelganimga 1,5 yil bo'ldi. Ya'ni aynan shu yo'nalishga o'tganimga oldin ommaviy axborot vositalarini boshqa yo'nalishlarda ijod qilganman, ya'ni boshqa sohalarni asosini yoritganman. Shu uchun asosan shu Rossiyada mehnat qiladigan muhojirlar hayoti bilan bog'liq shu platforma Migrant.uzda ishlayman. Shuning uchun boshqa migratsiya sohasini yoritadigan blogerlarni ko'pda tanimayman, bilaman, lekin siz nisbatan yosh, yaqinda boshlagan blogersiz, shuning uchun siz uncha tanimasdim. Va bizni Migrant xabar degan bir profilimiz bor. Unga migrantlar o'zlarining videolarini, mulohazalarini, fikrlarini yuborishadi. Ana shu yerda bir inson Elyorbek degan Angliyada ishlaydigan va blog yuritadigan bir yigit kelgan, hozir O'zbekistonda, Jizzaxda. Shuni taklif qilishingizni so'rardim. Yaxshi ma'lumotlar bera oladi, foydali degan bir taklif bo'ldi va siz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Sizni topishimizni tarixi shunaqa. Shundan keyin men sizni bloglaringizni kuzatib chiqdim. Haqiqatan ham Angliyada, mana bilasiz, oxirgi yillarda Yevropada ishlash yangi bir tendensiya boshlandi va bundan xursandman juda ham. Ya'ni Rossiyadan Yevropa sari, rivojlangan mamlakatlar sari borayotgani migrantlarni o'sha nima deydi, maqsadlari, g'oyalari, rejalari o'sayotganidan darak beradi. Keling, oldin o'zingiz haqida ma'lumotlar bersangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ismim Elyor. Yoshim 25 da. Blogerlik sohasini o'sha imенно Angliyaga mavsumiy ishga borganimdan boshladim. O'zim oilaviy hayotim haqida unchalik gapirishni xohlamayman, shuning uchun o'zim haqida. Jizzaxliksiz? Jizzaxlikman, Jizzax viloyati Do'stlik tumanidanman. Angliyadan oldin ham migrant bo'lib yurganman. Bo'lgansiz. Bo'lganman. Rossiyada bo'lsangiz? Rossiyada bo'lganman. Hamma populyarni. Eng mashhur yo'nalish O'zbekiston. Xuddi shunday. Nima ish qilgansiz? Qayerda?
Xo'p, Rossiyada migrant bo'lganman. Aynan Angliyaga ketishimdan oldin 6 oy Sankt-Peterburg shahrida kuryer bo'lib ishlaganman. Yetkazib beruvchi. Yetkazib beruvchi. O'zimizning o'sha arendaga biladi, ko'pchilik kuryerlar arendaga Matiz olib, kuniga 900 rubldan to'lab, Yandex orqali kuryerlik qilgan. Qachon sodir bo'lgan? Bu o'tgan yilmi, qaysi yil? Imенно o'tgan yilda. 2023-yilda. 2023-yil bo'lishi kerak. Chunki 6 oy oldin kelgan bo'lsam-da, o'tgan yil 6 oy rovna u yoqda ishladim. 23-yil boshida borganman. Undan keyin Primoy Rossiyadan qaytib Angliyaga ketganman. Nima uchun Rossiyadan ketdingiz? U yerda topish yaxshi emasmidi? Boshqa sabablar bormi? Yo'q, yaxshi edi. Men o'zi qiziqardim Yevropaga. Aynan tashqi mehnat migratsiyasi kanalida nabor ochildi. Что qabul boshlandi Angliyaga deb e'lon keldi. Ana shu e'lonni ko'rib, anketa to'ldirdimda, testlardan o'tdim. Testlardan muvaffaqiyatli o'tdingiz dedi. Lekin suhbatga O'zbekistonga kelishingiz kerak edi. Siz u yoqda turib topshirgansiz hujjatlarni. Men o'zi qiziqishim Yevropaga borish, Angliyaga qanaqa nima? Dunyo ko'rishda. Uchib keldim. Aynan suhbat kuniga men uchib kelganman. O'taman, yo'q, Allohga tavakkal uchib kelganman. Xo'p. Suhbatdan o'tdim. Endi bu yog'iga kutish bo'ldi. Bir, по-моему, 2 kun, 3 kun kutdim suhbat natijalarini. O'tdimmi yo'qmi? Undan keyin o'tgan bo'ldim, что anaqa muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu bilan bu yog'i tayyorgarlik va Angliyaga qarab ketdim-da. Angliyaga borish tarixingizni hozir sal to'xtatib turamiz. Sal orqaga qaytamiz-da. O'zi nima uchun o'zingiz sohangizni tashlab Rossiyaga ketishga majbur bo'lgansiz? Nima sizni undadi bunga? Oylik topa olmadingizmi? Oilangizni baqa olmadingizmi? Adashmasam uylangansiz. Uylanganman. Endi nima bo'ldi sabab? Men o'zi dunyo kezish asnoviy qiziqaman bu narsaga. Sayohatga, aynan sayohatga qiziqaman. Undan tashqari to'g'ri, menda shunaqa sharoit bo'ldi. Endi yetishmovchilik ozroq. Moddiy yetishmovchilik, boy oilada katta bo'lmaganman. Ya'ni sizni kasbingiz bunga imkon bermadi baribir, sport. Bermadi, chunki orttira olmadim undan. Men o'sha ishlagan summam, misol sportdan ishlagan summam, o'zimni pitaniyamga ketish kerak. U yoqqa to'lovim, bu yoqqa to'lovim, ortiqcha bir majbur bo'lgansiz. Shunday. Baribir o'tgan yil ham Rossiyada baribir qiyinroq edi. Migrantlarga munosabat hali ham o'sha darajada edi, o'ziga yarasha. Qiyin edi. Endi qiyin bo'lganda qanday? Ochiqchasini aytsam, til bilmaganga qiyin edi. Siz tilni bilasiz, rus tilini bilasiz. Men o'zim endi to'xtang. Hozir shoshmang. Shu qiziq joyida. Men o'sha siz haqingizda ma'lumot qidirayotganimda shu Chalix Elior dedim. Men bu nima so'z ekan? Bu inglizcha desam, inglizchaga o'xshamay, Chalixmi bu, Chalixmikan deb izlab ko'rdim-da. Sizni ayta qoling, nima bu nima degani o'zi bu? Familiyam Chalix. Chalix Elior Aleksey o'g'li. Mani adam ruslar. Shunday ekanda men Chalixda o'qiman. Endi u familiyamni qo'yganim sababi ham ko'pchilik o'qisa o'zi birdaniga hayron qoladi. Nimaga Chalix, nimaga Chalix? Ham qiziqarli, ham bir tomondan o'zimning familiyam. Chalix. O'zi ruschasiga yozilganda Chalix yoziladi. Demak, Metis. Dadangiz. Onam o'zbek, dadam ruslar. O'sha va bu Rossiyada sizga unaqa muammo keltirib chiqarmagan, hamma narsa to'g'ri bo'lgan. Hamma narsa juda ham. Endi men maslahat ham berardim o'sha Rossiyada yurganlarga ko'proq til bilishini. Ne только Rossiya, boshqa biz ham O'zbekistondan tashqari chet davlatlarda yurganlarga til eng muhimi. Men Rossiyada mana yurganman, biror marta menga muammo bo'lmagan. O'zim mashina haydab yurganman. O'sha muloqotdan muammo yo'q. Dan xodimlari ham to'xtatishi juda ko'p bo'ladi, biladi buni ko'pchilik kuryerlar, o'zbeklar основной. Muloqotingiz yaxshi bo'lsa, rus tilida o'sha, не только rus tilida, boshqa til bilsangiz bo'ladi. Demak, muammolarning boshi shu birinchi navbatda tilni bilmaslik, muloqot vositasidan boxabar bo'lmaslik. Muloqot vositasidan boxabar. Tushunarli. Endi mana bizga ham ko'p yozishadi. Biz endi bo'lib ham tahririyat jurnalistimiz, bizda unaqa savollarga javobimiz yo'q. Angliyaga yoki Yevropaga, Latviyaga, boshqa joyga qanaqa ketamiz bizni so'rashadi-da. Men aytaman, bandlik agentliklariga viloyat boshqarmalari bor, boshqasi bor yoki Telegram kanallarni kuzatinglar, imkon qadar yo'nalish beramiz-da. Angliyaga ketish jarayoni haqida gapirib bering. Qancha xarajat qildingiz, nima bo'ldi? Xo'p, boshidan tushuntirib beraman, qarang. O'zi asli Angliyaga ketishga
oltita sponsor saytlar bor. 6ta или 7ta ishonchli sponsor saytlar bor. Manbalari. Manbalarda. Ular aynan o'sha ish beruvchilar tomonidan o'sha shartnoma qilinadi ular sizni mana misol uchun meni tanlab olib ish beruvchiga jo'natishadi. Xullas o'rtadagi как Angliyadagi sponsorlar vositachi. Ular lekin nima sizni tanlashi biroz muammoroq bo'ladi, chunki ularga juda ko'p zaявka tushadi. Juda ko'p zaявka tushadi. Lekin harakat qilsa bo'ladi o'shalar orqali. Saytlarni ro'yxatlari. Ya'ni siz hozir shunda migratsiya agentligini Telegram kanalida shu e'londan keyin boshlagan. Ha, meniki yo'q, men undan oldin ham qiziqqanman bu narsaga. Qiziqib bo'lgan. Da, qiziqqanman. No, migratsiyani o'zi bo'lgani uchun eng ishonchli, rasmiy. Da, rasmiy, ishonchli bo'lgani uchun migratsiyani o'ziga topshirganmiz-da biz. Migratsiyani o'ziniki o'sha imенно sponsor bilan ishlangan. Ya'ni Hobbs agentligi. Biz aynan Hobbs bo'lgan bizga sponsor, immigratsiya o'shalar bilan birga ishlagan. Bu, по-моему, qonun joriy etildi, что Angliyaga endi O'zbekiston fuqarolari faqat shu migratsiya orqali o'rtada kafil qilib vositachi shunaqa bo'lib ketiladigan bo'ldi. Endi bizaniki qanday bo'ldi? Men o'sha tashqi mehnat migratsiyasi kanalida anketani to'ldirdim. Testi bo'ldi rus tilidan, til bilish tekshirilishi. Qiyin emasmi? Yo'q. Oson. Juda oson. Muloqotning dastlabki bosqichi. Suhbat so'zlashish, o'sha suhbatlashish darajasida bilsangiz, rus tilini u testidan o'tish muammo emas. Tushunarli. Testidan o'tganimizdan keyin men endi bir o'zim ketmagan, ayolim bilan ketganman. Ayolingiz ham? Ayolim ham rus tilini biladi. Birgalikda harakat qilganmiz, o'sha testlarni. Qabul qilingansizlar. Anketamizni ham to'ldirib, testidan o'tganimizdan keyin ikkalamiz ham qabul qilindik. O'sha ikkalamiz ham birdan suhbatga chaqirildik. Ya'ni o'sha yuzma-yuz keladigan sponsorlarni, o'sha aynan vositachilarni yordamchilari, qabul qiluvchilar, o'sha shularni ishtirokida suhbat bo'ldi. Suhbatga kirdik. Bu yerda ham bizga o'sha tushuntirish ishlari olib borildi. Ish sharoitlar haqida ma'lumot berishdi. Havo haqida, yo'qda yog'ingarchilik ko'p, xullas sharoitlar hamma haqida ma'lumot berishdi, suhbatga kirdik. Suhbatda xuddi o'sha suhbat, ya'ni o'sha muloqot rus tilida savol bilan nima deydi, savol berib, какой-то bosim bo'lib emasdi. Aynan siz gaplasha olasizmi rus tilida? Muloqot qila olasizmi? Ishga chiday olasizmi? Ishga layoqatlimisiz? Jismoniy holatingiz imkon beradimi unga? Xuddi shunday, jismoniy holatingiz imkon beradimi? Chet elda misol deport, ya'ni zapret deydi, nima deydi o'zbekchasiga? Taqiq yo'qmi? Chet elga chiqishga taqiq yo'qmi? Masalan, qarzingiz bo'lishi mumkin, kreditingiz bo'lishi mumkin, shunaqa tomonlar. Shunaqa narsalar so'raldi. Bo'ldi. Hujjatlarni taqdim qilganingizdan keyin to'lovi ham bo'ldi? Yo'q, u yerda boshida hech qanaqa to'lov bo'lmaydi. Yo'q. Biz o'sha suhbatlardan o'tganimizdan keyin bitta pasport, faqat shu haqiqatan ham men o'sha odamligimni tasdiqlovchi pasport. U suhbat o'tilgandan keyin siz mana men qabul qilindim. Bo'ldi, siz suhbatdan o'tdingiz, qabul qilindingiz deb e'lon keldi, anaqa spiska keldi migratsiya kanalimizda. Ana undan keyin hujjat ishlari boshlandi. Qancha sarfladingiz mayli bilib olish uchun? Hozir endi o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi men общий hisobda bilet, viza, hammasi ichida $1700 bir o'zimga ketdi. Demak, ikki kishiga to'lagansiz keyin. Ya'ni unga ham, kelinga ham shuncha. Xuddi shunday. Keliningizga ham 1700, общий $3400 ikki kishiga ketdi. Endi men sizga buni etapini aytib beray-da. Birinchi navbatda men suhbatdan o'tganimdan keyin qabul qilindingiz degandan keyin 1,700,000 so'm davlat to'lovi qildim. U konsalting agentlik uchun deyildi bizga. Ya'ni hujjatlarga bo'lsa, hujjatlashtirish. Xuddi shunday hujjatlashtirish ishlariga 1,700,000 so'm to'ladim. Undan keyin viza olish uchun biometrik данные topshirishimiz kerak bo'ldi. Bu yerda Toshkentda topshirishimiz kerak bo'ldi. O'shanga anketa to'ldirib berish kerak edi. Men uni o'sha o'zimizni agentstvoga, konsalting agentstvoga aytdim, migratsiyaga 150,000 so'mga to'ladik. So'mda. Xizmat haqi. Xizmat haqi, o'sha anketalarni to'g'rilab topshirib berish uchun. Undan keyin biz уже приглашение kelishini kutdik. Taklifnoma. Ana shu taklifnoma kelgandan keyin bizga
mana shu kuni bilet sotib olasizlar deyishdi, ana Gmailga jo'natishadi. O'sha bilet sotib olasizlar deyishdi. 2 kun orasida bo'lgani uchun biletimiz biroz qimmatga tushdi. Ha, qimmatlashib ketgan. Qimmatga tushdi. Bizga $900 oshdi. Bir tomonni o'zi. Yo'q, tуда обратно. U majburiy keldi. Tуда обратно olib kelish majburiy. Ya'ni siz o'sha mehnat shartnomangizni muddati oldindan ma'lum bo'ladimi? Oldindan ma'lum bo'ladi. Ya'ni 6 oydan keyin mana shuni qaytasan deyiladi. Xuddi shunday. Mana bizga birinchi shartnomamiz berilganda 5 oyga. 5 oyga berilgan biletimizni xuddi shunday 5 oylik qilib olishimiz kerak edi. Ya'ni 16-aprel kuni men uchib borishim kerak edi va 19-sentyabr qaytib kelishim kerak edi. U shartnoma, birinchi shartnomamiz tufayli. Men xuddi shunaqa qilib bilet oldim. Endi qimmatroq tushdi, $900 oshdi. Qabul qilindingiz, ikkalangiz ham deganda qanaqa hissiyot bo'ldi? Men to'g'risini aytsam, bilgandim o'tishini. Ya'ni ularning munosabatidan sezgansiz. Ha, yo'q, chunki menda unaqa xursandchilik zo'r bo'lmadi-da. Ikkinchi tarafini o'yladim-da, sразу pulni qayerdan topaman? Pulni qayerdan topaman? To'lovlarni qayerdan olaman? Ana shu narsani. Chunki suhbat jarayonida men endi tilni yaxshi bilganim uchun tushundimki, что men bilan bular shunchaki mana siz bilan qanday suhbat qilyapmiz, xuddi shunday suhbat qilyapti. Demak, o'sha paytning o'zida sizga ma'lum bo'lgan munosabat. Ha, xuddi shu munosabatni, shu ochiqlik, haqqoniylikni tushundim o'sha yerda. Har qanday odamda bir yangi jamiyatga borayotganda, yangi ob-havoga borayotganda, yangi mamlakatga borayotganda endi madaniy shok deydi-ku, shunaqa qanaqadir qarama-qarshilik seziladi-da. Endi O'zbekiston qanaqa ob-havo sharoiti, Rossiya boshqa, tumanli Albion qanaqa boshqa. Umuman sharoitlar har xilda. Endi biz organizmimiz unga qanaqa dosh beradimi, yo'qmi, bu ham bir masalada. O'ziga xos bir madaniy shoklar kuzatiladi-da. Duch kelganlar ko'p bo'ldi. Biz bilan aynan yetib borganlar, men o'zim ham shunaqa bo'ldim. To'g'risini aytsam, borgan vaqtimdan syomka qilib boshlaganman. Yetib borganimdan. Ya'ni blogga blog rejalashtirib olgansiz-da uni. YouTube kanalga blogga rejalashtirib oldim. Уже samolyotdan tushgandan havo o'zgarganiga men anaqa depressiya boshlandi. Depressiya boshlandi, men o'zim boshqacha his, balkim charchoqdir. Bilmadim, o'zim boshqacha his qilishni boshladim. Может, ob-havosigadir. Lekin havo juda ham toza ekan. Juda ham toza. Haqiqatan ham yomg'ir juda ko'p yog'adi, yog'ingarchilik degan. Bitta holat bo'ldi. Bitta tanishimiz biz bilan birga borgan aka bir haftadan keyin qaytib kelib qo'ygan. Yo'q, chida olmadim. Chida olmagan. Adaptatsiya qiyin bo'ldi. Adaptatsiya qiyin bo'ldi. Uning nimasi yoqmadi Angliyaning unga? Ish sharoitimi yoki ob-havosi? Qarang. Endi ochiqchasini aytsam, biz birinchi Shotlandiyaga tushdik-da. Bir blogingizda, videoyingizda aytgan ekansiz. Shotlandiyada mancha edi, bunda buncha bo'lyapti deb. Shotlandiyaga tushdik. Bu yoqda bizdan oldingi ishlagan ishchilar payslip bo'ladi har haftalik. Necha pul oylik olishi, necha soat ishlashi. Ana shu paysliplarni biz karavanga joylashtirgan. O'sha karavanga paysliplarni qog'ozda chiqarib qo'yib ketishgan ekanda. Necha pul oyliklar olishini. Uni birinchi bizga udar bo'lgan nima, shuna kirganmiz, joylashganmiz, shuna qarasak qog'ozlar turibdi. Olib qaravamizda ana summani ko'rib, reklamadagi pullar bu yoqdagi varoqdagi boyagi oyliklar umuman to'g'ri kelmayapti. Qancha endi? $500 yozilganmi? Qanaqa? Endi dollarga hisoblasak. Dollarga hisoblasak, xullas, bir oyligi $1000 ga to'g'ri kelyapti-da. Bir oyligi. Siz endi Rossiyada undan ham ko'p topgan bo'lishingiz mumkin. Shunday. Bir oyligi $1000 ga to'g'ri kelyapti. Endi biz o'yladik, bizdan oldingi ishlaganlar endi baribir kamroq stavkada ishlaganda. Ular 10.66 funt sterling soatiga ishlagan. Bizaniki уже 11.44 funt sterlingdan bo'ladi. Bir soatiga minimalkasi. O menimcha u okaga ham shu narsa ta'sir qildi-da. Aytgan nima bo'ldi? Men O'zbekistonda bir oyda bundan ko'p topardim dedi birinchi o'rinda. Chunki reklamalarda endi ko'pchilik men bu o'zim ham qidirganman, qiziqqanman-da, necha pul, qancha oylik, nima ishlar, qiziqqanimda $3,500, $4,000 oyiga deb nima deydi? Как будто общий umumlashtirib hamma ish shunaqa degan tasavvur hosil bo'lgan. Tasavvur bo'lganda shunaqa. Biz planlar qilib borganmizda, oyiga
Mana shu haftasiga endi u yerda haftasiga hech bo'lmasa 8 million so'mdan uyga jo'natsak yaxshi bo'ladi. Qolgani ham bor o'zimiz xayolimizda. Qolganini o'zimizga ishlatamiz. Lekin birinchi borgan fermamiz endi yomon ishlamadik. Shotlandiyada va qayerda ekan? Manifet shaharchasida edi. Danzi, endi kattaroq shahari Danzi edi. Edinburgdan o'sha stolitsasidan bo'lsa 2 soatlik yo'l. 2 soatlik yo'l uzoqroqda edi. Endi biroz chekkaroq baribir ferma. Unaqa katta ferma emas edi, kichikroq ferma edi. Ya'ni siz oilaviy sizlarga sharoit qilib berishdimi yo'qsa borganingizda? Alohida turdinglarmi yo'q? Yo'q, oilaviylarga sharoitlar qilib berishadi. Ular обязательно hamma любой ferma qilib berishadi. Bizga oldindan ogohlantirishdi uni. No degan tomoni bor. Qaysi ferma to'g'risi endi ochiqcha gapiraveraymi? Aytavering. Bilish kerak haqiqatda. Xullas fermani puliga qarabda, bundoq qaragan. Ferma yaxshi bo'lsa, boy ferma bo'lsa, yaxshi ish qilib beradigan ferma bo'lsa, sharoiti ham shunga yarasha bo'ladi. Birinchi borgan fermamiz, karavanimiz to'kilib qolgan karavan edi. Abgor bo'lganda. Abgor shu endi joy darajasiga yetganda. Rasmlar bo'lsa tashlab bersangiz, bundoq qo'yib qo'yardik, odamlar ko'radi. Rasmlar tashlaymanda. Endi umumiy fermani rasmlari, videolari bo'lsa endi foydalanamiz. Ruxsat bersangiz, blogingizdan olamiz. Agar o'shalarda bo'lsa, xolos qo'yamiz. Unaqa katta ferma emas edi, lekin u yerda nima ish qildinglar? Qulupnay terdik. Qulupnay terdik. Endi boshida примерно 2 hafta biz o't yuldik aka. Yerda parnika ichida o't yulib chiqdik. Mana bu ketmonda chopardik biz bu yoqda. Ana shuni biz qo'lda yulib chiqdik bu yoqda. Ana shuni hisobiga ham bitta aka bir haftada ketdi-da. Og'irlik qilgandi bu. Endi birinchidan og'irlik qildi, ikkinchidan u summa to'g'ri kelmadi aytilganiga. Aka besabrlik qildi hozir. Sabr bo'lmadi. Yetishmadi. Shunday. Endi biz iloji yo'q qancha bu boyagi qilgan xarajatimizni qoplaydi. 2 hafta ishladingiz-a Shotlandiyada? 2 hafta, yo'q, 2 hafta o't terdik. O't terdinglar. Undan keyin qulupnay terishga o'tdik. Sezon boshlandi. Qulupnay mavsumi boshlandi. Bizga aytilgandiki, bu hozir o't terishimiz, bu почасовка soatlik, ya'ni stabilniy o'sha 40 soatdan haftasiga bo'ladi. Keyin qulupnayga o'tganimizdan keyin oyliklar oshadi, haftalik pullar deyishganda, bizda nabarotiga qulupnay terishga o'tganimizdan keyin pasayib ketdi. 40 soat, 42 soat bir haftasiga o't terib 2 hafta ishlagan bo'lsak, qulupnayga o'tganimizdan keyin 36 soatga tushib qoldi. Lekin 5 kun emas, 6 kun ishlaydigan bo'ldi. Kuniga o'sha 6 soatdan ishlardik, 6,5 soat, 7 soat. Nechidan boshlanadi ish kuni endi? Shotlandiyada soat 7 da boshlanardi. Ertalab shu soat 7 da boshlanardi, 7:10 da уже parniklarning ichiga kirib, ish boshlaysiz. Anaqa troleylarni sudrab, teleshkalarni sudrab, уже ish boshlardik. 7:10, 7:20larda. Ovqatlanish rejimi qanaqa u yerda? Ovqatlar, oziq-ovqatli yotoqxonalar? Ovqatlanish rejimi ertalab 7:10 da ish boshlansa, 2 soat yo'q. Adashyapman. 3 soatdan keyin 10 minut break berardi, ya'ni tanaffus. 10 daqiqa. Unda nonushtaganmi endi? Tipa nonushta qilib, kim xohlasa chiqib chekib kelsa bo'ladi. Xullas chekuvchilar bo'lsa, xullas 10 daqiqa berilardi. Undan keyin soat 12:30 da yarim soatga lunch deyilardi, ya'ni obed. Tushlik. Yarim soat vaqt berilardi, o'sha tushlik qilinardi yerda. Videolarimiz ham bor. O'sha aynan tushlik vaqtida videolar olardim ko'pincha. Sizlarni nazorat qiladigan shaxslar bo'ladimi u yerda yoki o'zingizlarning ichingizdan tanlanadimi? Yo'q. Biz ishlayotgan o'sha fermada bolgariyaliklar ko'p edi. Ular supervizorlar edi. Supervizor. Ular уже ish boshqaruvchi-da, o'zbek. Ish boshqaruvchi. Boshida shunaqa muomalasi yoqmagan. Nimaga? Chunki na ruschani to'g'ri gapiradi. Na munosabati qanaqa uni o'zbeklarga ularni? Past munosabat qilmaydimi ish qilib? Munosabatga endi to'g'risini aytsam, past nazar bilan qaraydi. Bunaqa nazarni qanaqa qilib o'zgartirish mumkin deb o'ylaysiz? Til bilish kerak. Til bilish kerak. Yaxshiroq bilish kerak. Chunki bolgarlarni o'sha endi yomonlamayman, hammasi emas.
bor edi orasida yaxshilari. Lekin orasida shunaqalari bor edi, siz agar ruschada ham to'g'ri talaffuz qilib gapira olmasangiz, inglizchada ham to'g'ri gapirib tushuntira olmasangiz, nima deydi, izdevаться qilib gapirardi-da. Kulib, mazax qilib. Mazax qilib, ha. O'zi ham adashmasam migrant shekil. Xuddi shunday. O'zi ham migrant. Lekin endi orasida bor-da shunaqa o'zlarini. Chunki ular ancha yildan beri keladiganlari bor. O'zlarini xuddi mahalliy qo'ygan, mahalliy deb hisoblab, endi местный deydi. Da, местный deb hisoblab madaniyatsizlik qiladiganlar ham bor edi. Lekin agar men o'zimdan kelib chiqib aytaman, inglizchani ham tushunardim. Baza borda. Baza bor edi. Da, unaqa endi B2, B3 demasam ham, B1 darajasida hech bo'lmasa gaplasha olaman. Beginner. Da, beginner. Ruschada endi asosiy o'zimning tilim. Shuning uchun sizda muammo bo'lmagan. Lekin munosabatlardan baribir sezasiz-da bu narsani boshqalarga nisbatan. Men tortishib qolaverardim. Tortishib qolgansiz. Himoya qilasiz yani. Himoya qilardim-da. Ular bilan tortishib qolaverib, o'sha imенно birinchi fermamizda tortishib qolib, u yoqdan transfer bo'lib ketganmiz. Shu sababli siz Angliyaga o'tdingiz, to'g'rimi? Angliyaga o'tib ketganmiz. O'sha aynan men nohaqligiga chidolmay tortishaverganman. 2 oy deganda zo'rg'a Angliyaga o'tganmiz biz. Transfer qilib. Angliyada qanaqa bo'ldi endi? Yaxshi bo'ldimi? Angliyada zo'r bo'ldi. Birinchi Angliyada birinchi vpечатлением o'zimga taassurotlarimda eng yoqqani shuna Loverrule fermasiga tushdik. Eng menga yoqqan ferma o'sha bo'ldi o'zi aslida. 3 ta fermada ishladimda. Bu yoqqa tushdik. Muomalalari shunaqa zo'r. Ana supervizorlar, ish boshqaruvchilar. Ular qayerdan? Ular ham shu bolgar va rumin aralash ular. Qarang, aytaman-ku, hamma ferma har xilda. Qanaqa fermasiga qarab olganda, o'zi ferma bo'lsa, odamlari ham kolxoz ferma bo'ladi-da. Xuddi shunday. Fermasiga qarab, agar o'sha ferma haqiqatan puli bor, o'ziga qaraydigan ferma, ishchilariga, mahsulotiga professional munosabatda bo'ladigan ferma bo'lsa, haqiqatan muomalasi ham shunday. Vaqtida ovqat, vaqtida dam, vaqtida oylik deganda. Xuddi shunday. O'sha ikkinchi fermamiz Loverrule fermasi bo'ldi. Menga juda ham yoqdi u yerda, lekin u yerda ham minus tomoni bo'ldi. Nima? Pogodniy условия. Ob-havo sharoiti. Ob-havo buzilgani tufayli endi u yoqda ham biz qulupni aytardik. Ob-havo buzilgani tufayli qulupni pishmay qo'ydi. Ular ko'p odam ovorgan ishga. Ularga ish berish kerak. Ish topib bera olmay qoldi. Shuni hisobiga почти 70 kishini ishdan bo'shatishdi. Ular qaytib keldimi? Ularning orasida qaytib keldi ko'pchiligi. O'sha fermadan faqatgina 3 kishi transfer bo'ldik. Men, ayolim va bitta student bola. 3 kishigina qolganlar qaytib keldi. Chunki sababi ularning vizasi 4 oylik edi. 4 oylik viza edi. O'shunda ular pul topa olmadi. 4 oylik deganim qanday? Ular 4 oy ishlab qo'yishgan. 2 oy qolgan. Endi sizda kamroq bo'lgan. Menda kelganingizga kam bo'lgan. Menda 2,5 oy bor edi. Ya'ni 3,5 oy bo'lgan. Hisoblasam, примерно shu 2,5 oy, 3 oy bor edi menda vizam tugashiga. Qolganlarda esa уже 1,5 oy shu atrofida уже kimda 2 oydan kam qolgan bo'lsa viza juda mana 100% desak 100% dan 40%ga увольнение berib yuborishdi. Bitta u fermada emas, butun Angliyada. Bu ob-havodan kelib chiqqan vaziyat. Ob-havo tufayli. Endi xorijga tabiiyki hamma pul uchun, pul ishlash uchun bor. Hech kimga havas emas Angliyaga borish. Kimgadir havas bo'lishi uchun faqat Yevropani ko'rish, sayohat sizga o'xshab juda bir qiziqishi baland bo'lsa, lekin ko'pchilik shu pul topay, yaxshiroq pul topolay, qaramasimdan degan bir tashvish bor-da ularda. Sir bo'lmasa, u yerda oyiga masalan Angliyada qancha pul topdingiz? Sir bo'lmasa, o'rtacha qancha topishdi? Qancha topishi mumkin? Minimaldan maksimalgacha. Minimalniy summa soatiga 11.44 funt sterling qulupnay fermalarda. Lekin ferma, o'sha aynan ish beruvchi ish joyi bir haftada 32 soat qilib berishga majbur. Buni общий hisoblaganda bir haftada o'sha dollarga agar
aylantiradigan Hisob, bo'lsak, ha. hisob kartezga kelib tushadigani $1300 bo'ladi. Tiniq. Bir hafta. Yo'q, bir oy. Bir oyda. Ya'ni bu Minimalni. soliqlar, yana qanaqadir to'lovlar. O'sha soliqlar, karavan to'lovlaridan tashqari toza kartaga tushadigani. Sizga qolgani 1300. Sizga qolgani. Lekin uni o'zingizga yana yeb ichishingizga xarajatingiz bor. Bu o'shandan tashqarimi? Yo, o'shaning ichidan 1300. 1300. Bu eng minimal. Minimal. Lekin o'zi unaqa bo'lmaydi. Endi shunisiga ham tayyor bo'lish kerak-da. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi ham mumkin. Men endi 3 ta fermada ishladim. Menda unaqa bo'lmadi, xudoga shukr. Yaxshi. Shunaqa bo'lganlarni ham eshitdim-da, ko'rdim men. Lekin o'rtacha основной tushadigan tiniq uyga jo'nata oladigan pul $1600. $1600. Endi siz o'zingizni misolingizda aytyapsiz-da, to'g'ri? Bir kishiga. Endi bir kishiga-da. No, bu men o'zim misolimda aytmayapman. O'rtachasini. O'rtachasini aytyapman. Endi qarang. Ishlashingizga ham bog'liq. Ishingizga, demak, o'zingiz g'ayratingizga ham bog'liq ekan. O'sha bir oyda shu topadigan pulingizni aytaylik, qancha qismi o'sha xarajatlarga ketadi. O'sha xarajatlar o'zi nimalardan iborat, qorindan tashqari. Masalan, siz sayohatchi bo'lishingiz mumkin, uni ham qistirib o'tishingiz mumkin, lekin sayohat qilish yoqtirmaydigan vagonda faqat uxlaydigan odamlar sarf xarajatlar nimalardan iborat, shuni ham tushuntirib bering. Xo'p, qarang. Boshida endi ko'pchilikdan nalog olmaydi 3 hafta. Soliq. Olmaydi, undan keyin olib boshlaydi. Shu soliq olishni boshlagan. Men videoyingizda ko'rdim, qaysidir miqdorga yetguncha siz to'lamaysiz deganingizni men eshitib keldim. Xuddi shunday, O'shani aytib bering. По-моему, 2400 funtga yetguncha soliq to'lamaysiz. Ya'ni oylik topgan daromadingiz, gryazniy deydi endi ular, anaqa Chernovikda o'sha gryazniy summangiz 2400 funtga yetguncha soliq to'lamaysiz. Undan o'tib boshlasa, o'sha soliq to'lab boshlaysiz. Soliq 20% hisoblanadi menimcha. Endi men o'rtacha hisoblaganim shunaqa bo'lgan. Ya'ni soliq, yeb ichish, karavan, ya'ni yotoq joyiga to'lovlari. Kommunal to'lovlarchi? Fermani o'zidan. Yo'q, qarang. U fermasiga bog'liqda. Biz birinchi ishlagan fermamizda gaz sotib olardik. Siz ishlatgan gazingizga pul to'lardingiz. 80 funtga sotib olardik. U endi bizga 1 oy, 1,5 oyga yetgan. Sotib olardik. Boshqa fermalarda boyaga aytgan yashash joyi to'lovini ichida edi. O'zi qilib bergan. O'zlari qilib bergan. Yashash to'lovini ham siz to'laysizmi? Ya'ni migrantlarni o'zi to'laydi, yotoqxona. Yotoq joyi uchun обязательно pul to'lanadi. Migrantlarni u mana ishlaganingizdan keyin bir haftalik payslip deydi. O'sha payslipda yotoq joyiga yechib olgan bo'ladi. Qancha endi u bir haftaligi? Xo'p, 60 funtdan 79 funtgacha. Mana birinchi ishlagan fermamizda 60 funt to'lardik haftasiga, lekin gazimiz 80 funt edi. U bir oyga yetardi. U agar qo'shsa bir kishiga olardi uni. Agar uni qo'shsa, deylik bitta karavanda 4 kishi yashasa, 80 da 4 ga bo'lsangiz 20 dan tushadi. Kamroq. Plus yana o'zi shunaqa u yerda. Bo'ldi. Xullas, bunaqa to'lovlari ham bor, bunga ham tayyor bo'lish kerak. Bunaqa to'lovlari ham bor. Lekin ba'zi fermalarda o'sha gazi ham, sveti ham, suvi ham shuni ichida bo'ladi. Birato'la yechib olishadi. Har hafta payslip beradi. O'sha payslipda siz necha soat ishlaganingiz, qancha soliq ushlab qolgani, yotoq joyingizga qancha ushlab qolgani va National Insurance, ya'ni o'sha страховка. Milliy sug'urta. Ana shu hammasi ushlab qolganlari hisoblanib, ya'ni bir haftalik xarajat. Bir haftalik xarajat sizga kartangizga tushadigan pulni hisoblab tashlab berishadi. U shuncha qancha bo'lyapti shunda? Xo'p, men qaysi davr? Oxirgi ishlagan fermamda davri mana kuni ham yozib qo'yiladi. Общий hisobda 54 soat ishlaganman oxirgi fermamda, bir haftada. 54 soat ishlaganman, lekin bu ferma menga 11.66 funt sterlingdan to'lagan. Soatiga. Chunki ularda overtime degan joyi bor. Overtime bu ya'ni o'sha 48 soatdan oshsa ba'zi fermalar oshiqcha pul to'laydi-da, 1,5 barobar. Bularniki esa 60 soatdan oshgan edi. Shuning uchun bular 60 soatgacha bo'lganiga ham 11.66 funt sterlingdan to'lardi. Bir xildan. Bundan men soliq to'laganman 78 funt sterling.
Milliy sug'urta National Insurance 31 funt sterling to'laganman va rent, ya'ni o'sha yotoq joyga arenda, bu gaz, svet, suv hammasi ichida 76.93, ya'ni 77 funt sterling to'laganman. Va meni toza qo'limga kelib tushgani 446.39 paysa, ya'ni 447 funt sterling. Bir haftaligim. Bu toza qo'limga kelib tushgani. Tushundim. Bundan yeb ichishimga xarajatim bor. Menimcha juda ham o'zbekcha qilib tushuntirdingiz. Hisob kitob qilib dollarda chiqarib nima qilsak ham menimcha ancha tushunarli bo'ladi-da. Nimaga pulini so'ramaysiz? Nimaga pulini so'ramaysiz deyishaveradi. Mana shunaqa suhbat qilganmiz. Bizga shunisi qiziq, shunisini kutamiz deydi. Shuning uchun yaxshi bo'ldi aytib berganingiz. Baribir nima deydi, odam biror narsa haqida gapirayotganda, ayniqsa u xorij bo'lsa, ularni yolg'on taassurot bilan aldash kerak emas-da. Haqiqatni ko'proq yoritish kerak. Shunda odam o'zi borayotgan muhitga tayyor bo'lib boradi-da. O'zi aslida men shunaqa o'ylaymanki, mana migrant desam xafa ham bo'lishadi. O'zi migrant yomon so'z emas, shu borib ko'chgan odam endi deylik. O'sha muhojirlar, mehnat muhojirlariga nisbatan masalan atrofda bu haqida alohida ko'rsatuv qildik, yozdik, chiqib qoladi. Shu kunlarda balki bundan oldin ham chiqishi mumkin. Ya'ni muhojirlarni sog'in sigir sifatida ko'rishlar, pul topadigan mashina sifatida qabul qilishlar. Ya'ni buni xorijda ishlaganlar yaxshi biladi. Nafaqat do'stlari, agar siz AQShda, agar siz Angliyada, agar siz boshqa joyda ishlasangiz, Koreyada ishlasangiz, sizdan qarz so'raydiganlar ko'p bo'ladi. Go'yoki siz uni yerdan supurib olyapsiz. Go'yoki siz uni o'ynab kulib pul topyapsiz. Ya'ni o'ynab kulib pul topadi yerim deydi, o'shanday. Shunaqa ta'sirot bor. Buni shakllanishiga to'g'ri, bir nechta omillari bor, bir nechta sabab psixologik, o'sha iqtisodiy sabablari ham borligi yana bitta sabab shundaki deb o'ylaymanki, mana muhojirlar ko'pincha o'zi ishlayotgan joyida o'zini qiyinchiligini hech qachon aytmaydi. Na yaqiniga, na do'stiga, na birodariga. Faqat shu biror joyga masalan Glasgowga borsa, chiroyli joylarda rasmga tushib, profillarni ham chiroyli, go'zal manzaralar, endi hayotning yorqin tomoni, Instagramda ham shunaqa. Shunda o'ylaydiki, bu yaxshi yashayapti, yaxshi pul topyapti, shunga sharoiti bor deydi. Keyin shunga qarab sizdan qarz so'raydi, boshqa qiladi. Munosabat o'zgarib ketyapti-da. Menimcha siz blog ochganingizda ham aslida vaziyat qandayligini yozib borish xuddi onlayn kundalik sifatida. Shu haqida gapirib bering. Aynan o'sha blog ochishimning sababi men ketishimdan oldin qidirganman, aynan aytdim sizga, qidirganman. O'zi qanaqa bo'lar ekan u yoq. Rostdan ham shu reklama qilinadigan firmalar, ba'zi firmalar reklama qiladi, shuncha oylik deb bo'larmikan deb qidirganman, yo'q, topolmadim. Ya'ni siz haqiqat topolmagansiz. Haqiqat topolmaganman-da. Haqiqat aynan ko'rsatib beradigan odam topolmaganim uchun o'zim shuni ko'rsataman deb harakat qildim. Reja qilgansiz. Reja qildim. Uje men bu yoqdan suhbatdan o'tishimdan boshlab blogni yuritishni boshladim. U yoqqa yetib bordim. Qanaqa vaziyatlar bo'lsa, hammasini olib chiqib yoritib boshladim. Munosabatlar qanaqa bo'ldi keyin? Ko'rishlar soni sizga qanaqa ta'sir qildi? Nimalar yozishyapti sizga? Endi menga ko'rishlar soni unaqa ta'sir qilmadi, lekin xursand bo'lgan tomonim boshida qaysidir videoyim juda oddiy olganman. Juda oddiy, mana keldik, birinchi kun ish boshladik, ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Ilk ta'sirot endi olgansiz. Ilk ta'sirotni olganman. Ana shu videoyim menimcha 2,5 million prosmotr bo'lgan YouTube kanalida. Qancha vaqtda? Bir haftaning ichida. Bu juda zo'r ko'rsatkich. Bir haftaning. Demak, qiziqish shunaqa kuchli bo'lganda. O'sib boraverganda u. Yo'q, dalcha o'sib ketib, hozir 2,700,000 ta по-моему bo'ldi. No, ketyapti hali ham. Qisqa muddatda ko'p prosmotr yetgan, ko'rishlar soni ko'p. Ha, o'sha shorts video edi. Xursand bo'lganman odamlar. Sizga berganda, menga yana motivatsiya bergan. Zamonaviy til bilan aytsangiz. Demak, odamlar qiziqar ekan bu narsaga dedim. Keyin rivojlanganlar ko'p ekan dedim. Buni rivojlantiramiz dedim. Qanaqa vaziyat, qanaqa holat bo'lsa ham olib chiqaman, shuni chiqaraman dedim. Yoningizda shu videoga olayotganda ko'rayotganlar, o'sha yerda ishtirokchilar, masalan, qo'l bilan terib yurganlar qanaqa reaksiya qilishdi? Boshida ozgina qiyin bo'lgandi? Boshida qanaqa reaksiya qilishdi? Menga keling, men ham gapiraman haqiqatni deb. Keling, men ham ochiqcha gapiraman deyishdi, lekin degan tomoni bor. Baribir biroz qo'rqoqlik bor-da.
ishdan ketib qolmasligi uchun или bilmadim yana nima uchun noqulay vaziyat bo'lmasligi. noqulay vaziyat bo'lmasligi uchunmi boricha ochiq narsani gapirmaganlar bo'ldida. Choylarni beravering. Choy bermadingizmi? Ha, yo'q, qo'yavering bemalol. Bu hech qilmaydi. Bu javohir bizni nimamiz, tasvirchimiz, montajchimiz ham shu yigit. Choyni ham mashq qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Biz ko'p choy ichamiz deydi-yu. Aha. Keyin nima bo'ldi? O'sha endi men dedim o'zim qilyapman. Agar menga yordam bermoqchi bo'lganlar, o'sha haqiqatdan aytmoqchi bo'lganlar aytsin. Bo'lmasa shunchaki qo'shilmanglar bo'ldi. Shunaqa dedim. Boshidagi videomni ko'rgan bo'lsangiz agar, ikkita samarqandlik akalar bilan suhbat qilganman. Qanaqa nima. Ular ham to'liq yoritib bermagan. Men chunki u yoqda bir hafta hali ishlagan vaqt, bir haftalik rezultat qilmoqchi bo'lganman u yerda. Ular mendan oldin ishlab yurganligi uchun ulardan to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lganman. Ko'proq tajribasi bor degansiz. Tajribasi bor deb ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lganman. To'liq aytib berishmagan. Siz xohlagandek bo'lmagan. Men xohlagandek bo'lmagan. Chunki men ko'rgan narsalarni aytmagan haqiqatni. Siz aytdingizmi keyin shuni? Men aytdim keyin. Qanaqa reaksiya bo'ldi masalan jo'natuvchilarda? Qanaqadir qarshiliklar yo'qmi yoki u yerdagi ish beruvchilarda qarshilik bo'lmaydimi? Ish beruvchilarda aynan birinchi Shotlandiyadagi ish beruvchilar menga o'zi boshliq fermani boshlig'i o'zi kelib, "Sen videoga olasan ekan." Mayli, unisiga e'tirozim yo'q, lekin aynan personalar, ya'ni odamlar, qaysidir odamlarni istamagan agar ruxsatsiz videoga olsang, u уже как ularning qonunbuzarligi bo'ladi. O'zbekistonda ham shunaqa aslida. Shunaqa. Siz uni ruxsatini olish kerak. Qachonki siz jamoat joyida bo'lsangiz, xuddi shunday. olishga majbur emassiz. Agar shu yerda studiyada yoki ishxonada kimdir sizni xohlamasa, suratga olishingizni albatta mumkin. Lekin jamoat joyida, bozorda yuribsiz, ko'chada yuribsiz, metroda yuribsiz, uni hammasi bilan gaplash imkoni yo'q, shuning uchun bemalol olaverasiz. Albatta shunaqa tomonlari bor. Baribir videoga olishdan oldin siz ogohlantirasiz, to'g'rimi? Do'stlaringizni, birga ishlayotganlaringizni. U yoqdagilarni ogohlantiraman. O'rganib ham qo'ygan. O'rganib qo'ygan. Lekin aslida men to'g'risini aytsam, o'zim olganman. Keyin qarang. Boshida endi o'zingiz olgan ekansiz. Keyin bundoq qarasam, rakurs o'zgargan-ku. Bilyapman-ki, siz bu yerda gapiryapsiz. Kim olyapti? Qiziq deb o'yladim-da. Meni o'zi asli operatorim, rejissyorim, ssenaristim hammasi ayol. Qoyil. Ayolim bilan birga ketganman. O'sha imенно meni полный qanaqa videom bo'lsa, hammasini ayolim olgan. Aeroportdan ketishim, boshlashim, hammasi o'zi shunaqa bo'lgan. Endi biz Shotlandiyada alohida ishlab qolganimiz uchun ko'p men o'zim olgan. O'zingiz olish boshida shunaqa bo'lgan. Boshida shunaqa bo'lgan. Keyin yana topishib, nimada Angliyada birgalikda mana bitta fermada ishlaganmiz. Lekin u yerda ajratish bo'lganda. Ayollar alohida, ayollarni alohida, erkaklar alohida bo'lgan. Tabiiy. Misol ba'zilar ishlardi er-xotinlar birga. Aytmoqchimanki, bizga o'xshagan O'zbekistonlik, Qozog'istonliklarni ko'pincha ajrashishardi. Boshqa davlatdagi ayol, ya'ni eri ayoli birga ishlardi. Bizlarnikilarni ko'proq ajratib yuborishardi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, shu aynan SNG davlatdagilarni. Endi u to'g'risini aytsam, u ham odamiga bog'liqda, o'sha supervizorga bog'liq. U o'sha aytganimdek bolgariyalik supervizorlar edi. Biroz endi nisbatan munosabati yaxshi emas edi. O'sha munosabatni keyin o'zgartira oldingizmi? O'zgardimi? Men tortishdim rosa. Harakat qildingiz. Harakat qildim. O'zgarmadi, keyin biz transfer so'rab ketishga majbur bo'ldik boshqa fermaga. Mana boshda aytdingiz, men o'zi sayohatlarni yaxshi ko'raman dedingiz. Angliyani aylangan videolaringizni ko'rdim, o'zbek restoraniga borgan ekansiz. Yana qayerlarni aylandingiz? Taassurotlaringizni aytsangiz. Shotlandiyada aylandik. Dandi shaharchasini, o'sha boshidagi videolarimda bor. Yo'dani Severniy Mo're. O'sha dengiz bo'ylarini, sohillarini aylandik. Menga eng yoqqani, to'g'risini aytsam, unaqa shaharlarga uncha qiziqmadim-u. Endi yovvoyi tabiat yoqqan bo'lsa kerak, boshqacha deyshadi Shotlandiyada. Xuddi shunday. Hayvonlarga teginish mumkin emas. Ular sizga teginsa-chi? Indamaslik kerak.
eng yoqqani o'sha именно yovvoyi hayvonlar Yovvoyi juda ham tabiat, ko'p. Tabiat, zеленый, hamma joy yam-yashil. Yo'llar juda ham qisqa. Bitta mashina sig'adigan. Toza havo. Yomg'ir to'g'ri, yomg'ir ko'p yog'adi. O'sha haligi Shotlandiya ozodlik uchun deydi, o'sha joylarda bo'lgansiz endi. O'sha o'rmonlar, William Wallace qishloqlari deydi. O'sha joylar. Kinolarda. Nima, quyonlar ayniqsa juda ko'p edi u yoqda. Birinchi borganimizda endi baribir qonimiz qaynoq. Endi ko'rmaymiz-ku, o tabiat bizdan uzoq-ku endi O'zbekistonda. Ushlaymiz deb harakat qilganmiz bolalar. Endi harakat qilsak, bu yoqda endi bitikda bizdan oldin kelganlar, ishlaganlar ogohlantirishdi, yo'q bu mumkin emas. Agar shtrafi bor, qanaqadir, qanchadir summa shtrafi bor ekan. Agar jabr yetkazsangiz qamab ham qo'yishadi. Hayvonlar huquqi, insonlarniki bilmayman, lekin hayvonlar huquqi juda qattiq qaraladi. Yevropa tomonlarda bizda xolos u. Endi hozir mana yovvoyi hayvonlarni boqish, uni parvarishlash, sirklarda ishlatish bo'yicha yaqindagina shu alohida bir qonun loyihasi. Bitta video ham chiqargandim. Tuz tovuqlar yonimizga kelib, katta tuz tovuqlar yonimizga kelib urushib aniq qilganda ham teginmaganmiz. Chunki mumkin emas. Обязательно maslahatim mana yangi boradiganlarga ham O'zbekistondagi odatlaringizni tashlang deysiz. O'zbekistondagi odatlarni tashish kerak обязательно. Angliyada qayerlarda bo'ldingiz? Angliyada xo'p, Rossonway shahrida bo'ldim. Keyin Angliyada qayerda ishladingiz deysiz? Birinchi Stafford shaharchasida, Loverrule fermada. U Stafford shaharchasi edi. Menga ferma yoqdi, lekin shahar yoqmadi. Nega? Stafford shaharchasi endi aytaveraymi? Ha, aytavering. LGBTning targ'ibi juda ko'p ekan. Ya'ni LGBTni targ'ibotiga ko'p duch keldingiz. Juda ko'p. Shu jihat yoqmadi. G'oyaviy. Shahar yoqmadi. O'zi umumanchi shahar o'zini, o'sha mayli targ'ibotini qo'ya turaylik, e'tibor qilmang. O'zi umuman infrastruktura, u yerdagi muhit, sharoit, odamlar yashayotgani, ularning aynan kayfiyati. Qarang, borgan bo'lsam bitta parki yoqdi. Staffordda Victoria edi, по-моему, parkchasi bor edi. Ana shu parkida odamlar o'zimizning odamlarga o'xshaydi. Ular ko'pincha mehmondo'stroq, samimiyroq, xushchaqchaqroq. Siz misol uchun tanimagan odamingizni ham ko'rib, ko'rsangiz tabassum qilib, bosh irg'iydi kamida. Xuddi shunaqa. Endi bizda kamroq. Bizda odamlar qanaqadir o'ychanmi yoki juda ham jiddiy yuradi, bilasizmi? Hech bir tabassum. Unda ko'ziga tushsa ham bunday qarab o'tib ketadi, ana shunaqa. Vaynlar ham bor-ku. To'g'ri. Avvalda lekin обязательно jilmaydi. O'zi Yevropada ko'proq shunaqa, ser-salom deydimi? Albatta. Xuddi shunday. Lekin o'sha parkdan tashqariga chiqsangiz, уже endi aynan o'sha shaharchasini aytayapman-da, men Stafford shaharchasini. Parkdan tashqariga chiqsangiz, уже ko'chadagi odamlar как будто LGBT sifat ko'p. Yo'q-e. И narkotik degan narsa. Bu endi erkinlik belgisi deb bilashadi endi ular. Men endi shu ko'rgandek bo'ldim, что как будто narkomanlar yotgandek. Lekin endi balkim u bomishlardir. Xullas, shu muhit yoqmadi sizga. Yoqmadi. Lekin u fermadan ketib, 3-fermamizga borganimizdan keyin Rossonway shaharchasiga bordik. Lekin u joydagi shaharcha u yoqdi. U juda ham zo'r ekan. Eng yoqqani u fermani eng oxirida biza filialiga jo'natishdi-da. Filialiga jo'natishdi. U Severniy Moryani Sharqiy dengiz deyiladimi? O'sha dengizga yaqin joyda joylashgan ekan. Ana u yerdagi shahar eng hammasidan ham go'zali, hammasidan ham zo'ri bo'ldi. Chunki rasmlarni tashlab bersangiz qo'yamiz. Ha, tashlab beraman. Chunki biz ishlayotgan joydan bizga dengiz ko'rinib turadi. Manzara yaxshi. Manzara juda ham chiroyli edi. U yoqda ham shu qulupnay terdingizmi, boshqa ishlarmi? Ikkita fermada faqat qulupnay terdim. 3-fermada уже golubika qorag'at. Shuni terdik va fasol. Loviya. Зеленый fasol. Yashil loviya. Shuni terdik. O'sha ikkita asnoda. Siz uchun masalan, endi biz og'ir mehnatlar endi qilganmiz. Men o'zim ham qishloqda katta bo'lganman. Unaqa mehnatlar bizga ish emas edi. Masalan, loviya terish, undan ham og'irlarni qilganmiz-da. Qiyin emasmi odamlarga bu jismoniy mehnatlar? Sizga qiyinchilik tug'dirmadimi? Yo'q, qarang. Og'ir emasmi demoqchiman. Menga fasol ham, qora qarag'at ham fizически qiyin bo'lmadi.
Lekin psixologически qiyin bo'ladi. Chunki norma Mayda ish demoqchisiz. mayda ish, talab etilgan normani bajarish kerak. Norma ham bor, a? Norma bor, soatiga misol uchun 7 kilo, 8 kilo, 11 kilo terish kerak deyilgan. Ana shu norma. Uni nazoratini o'sha supervizorlar qiladimi? Ya'ni fiksatsiya kimda? Fiksatsiya, qarang. Supervizorlar faqat качество, ya'ni sifatini nazorat qiladi u yerda. Уже normani esa taroziga qo'yilgandan keyin avtomatik o'zi qayd etiladi. Ofisga qayd etiladi. U yerda lekin yaxshi tomoni nima edi? Ishlasangiz pulingizni olasiz. Ya'ni undan ham normadan ham oshirish imkoniyati bor, bemalol edi. Ну, psixologik tomondan. Ba'zilar endi menda ham ko'p bo'lgan holat, videolar ham chiqarganman. 6 soat ishlab qaytib ketgan holatlarim ham bo'lgan. Lekin agar normani bajarganimda, men 6 soat ichida yana 3 soat yoki 4 soat qo'shimcha ishlardim. 9 soat, 10 soat shunaqa bo'lardi. O'zi siz shunaqa qattiq mehnat qiladigan odamsiz yoki hamma mehnat joyida, dam olish joyida bo'lish kerak, men aylanishim kerak, madaniy hordiq olishim kerak deydigan insonmisiz? Qanaqa? Menga o'zi hamma narsa joyida bo'lishi kerak. Men unaqa kimdir faqat ko'p pul topsam deydi, tez ishlab pul topib qaytsam deydi-da, shunaqa. Yo'q, men unaqa emas edim lekin. Men g'ayratim kelib qolsa, haftasiga o'sha aytganimdek bonuslar ham, ya'ni oshiqcha normal oshiqcha ishlab ham qilganman, g'ayratim kelsa, lekin ba'zi vaqtlari yoqmas edi, to'g'risi. Shanba yakshanba kunlari kelin bilan aylanishga bordinglarmi? U yerda qarang, shanba yakshanba dam olish bo'lmas edi-da. U yerda grafik bo'yicha dam olish bo'ladi. Har xil kunga to'g'ri keladi. Har xil kunga to'g'ri kelardi. Aynan o'sha bir kunni rejalashtira olmasdik chiqib kelishga. Har xil to'g'ri keladi. Har xil to'g'ri kelgani uchun biz faqat o'sha shoppingga chiqardik. O'zlari avtobusi bo'lardi, shoppingga shaharga olib kelardi. Aylanib kelardik 2 soat, 3 soat. Unaqa lekin ko'p shahar aylanganimiz yo'q. Imkon bo'lmadi. Imkon bo'lmadi. Chunki grafik qo'yiladi. Misol bu hafta men chorshanba kuni dam olgan bo'lsam, keyingi hafta уже orada 10 kun o'tib ketishi mumkin, keyin dam olishim mumkin. Hozir haftasiga barib 2 kun dam olishmi? Yo'q, 1 kun. 1 kunmi? Haftasiga 1 kun dam olish. Endi biz Shotlandiyada 5 kun bo'ldi, boshida 2 hafta faqat. Qarang, deylik O'zbekistonning vaqti bilan deylik, mana 7da chiqib ketyapsiz-da, 4da qaytadi shunaqa? Yo'q. 6 soat. Yo'q, qarang. Oxirgi ishlagan fermamizda qanaqa edi? 7da ishga chiqardik. O'sha 7dan boshlab 3 soat hisoblanardi ish. 7dan. 7dan 3 soat. Soat 10da bizaga tanaffus beriladi yarim soatga. Ya'ni ovqatlanish, zavtrak ko'p narsaga. O'sha yarim soatdan keyin 10:30da yana 3 soat ish boshlanardi. Yana 3 soat ishlardik. Ana 3 soatdan keyin yana yarim soat tanaffus bo'lardi, pereriv. Keyin уже oxirgisi yana 3 soat. Endi shu hisobda 9 soat ishlasak agar, oxiri nechiga to'g'ri keladi? 5 ga to'g'ri keladimi? 5:30larda bo'shaysizlar, nimadan chiqib, maydondan chiqib, uyga qaytasizlar. Keyin shu bilan dam olish, ovqat yo'q. Shunday. Ya'ni boshqa shaxsiy ishlar, yumushlarga. Da, endi ba'zan lekin oxirgi fermamda ish ko'p bo'lgani uchun, zo'r bo'lgani uchun, ish yaxshi bo'lgani uchun ba'zan ertalab o'sha 7da chiqardik-da, kechqurun soat 7gacha, kamida. 7gacha. Plus yana qaytib kelishimiz yo'li bor. 7:30. Qancha masofa yurardinglar? U polya, ya'ni o'sha maydonga qarab edi. Qayerga borsak, misol avtobuslar olib ketardi, ba'zi polyalarga yarim soatda borardik, ba'zi polyalar 5 minutda borardik. O'sha maydonga bog'liq edi-da. Endi hozir mana nisbatan yorqin tomonlar haqida gapiryapsiz-da. Endi sizni stressga, ya'ni ozgina tushkunlikka tushirgan holatlar bo'lganmi? Nima sizni tushkunlikka tushirgan? O'zi umuman muhojirlar nima qiynaydi bu yoqda? Vatan sog'inchi ham, yaqinlar. Endi birinchi navbatda munosabat. Ya'ni bilib bo'lmaydi kim qanaqa fermaga ishlashi, qanaqa odam qo'lida ishlashi. O'sha munosabat stressga tushiradi, asabiy qilib qo'yadi. Endi baribir odamga yoqmaydi-da, bosim bir tomondan bosim bo'lib tursa. Ikkinchi tomonlama bu o'zingiz mana biz plan qilgan pulni topolmaganimiz. Ishlamoqchi bo'lgan plan qilgan pulimizni motivatsiyani tushirib yuboradi. Motivatsiyani, u vahshiy motivatsiyani o'ldirib yuborgan.
Men xuddi o'sha narsani menejerga ham aytganman deb boshida. Men bu yoqqa keldim, lekin motivatsiyamni o'ldirib tashladinglar sizlar. Men kerak yoqmay qoldi bu yoq deb. O'sha 3-tomon eng yomon tomoni og'ir ishga tushib qolsa agar. Endi biz og'ir ish nima bo'lishi mumkin endi? Biz endi Xudoga shukr og'ir ishga tushmadik. Men shu akalar bilan gaplashdim. Karam, sparja ishlari bor. Sparja ishlari ularni soati ko'p bo'ladi. 11 soat chisti toza 11 soat ishlashadi. Xo'p. Lekin bukva G bo'lib ishlashadi. Ya'ni sparja o'sha o'sib chiqadi. Past engashib ishlaydi. Engashib, uni bittalari kesib, bitta donalab kesib yig'iladi u. Juda mayda ish ekan. Mayda ishligi mayli, bu постоянно mana shunaqa holatda, bir xil tempda. Temp. Faqat temp ekan. Og'ir ekan-da. Og'ir. Karamniki undan ham og'ir ekan. Karam yomg'ir bo'ladimi, loy bo'ladimi? Olib chiqish kerak. Farqi yo'q. Karamni kesib otish, xuddi shunaqa og'ir karamlar bo'ladi. Og'ir ishlar shunaqa ekanda. Ko'pchilik menga даже yozishdi, aloqaga chiqishdi. Elyor bizga to'g'ri kelmayapti. Yordam qiling, tanishlar bo'lsa tanishingiz bormi? Ferma bo'sh, boshqa joyda fermalar bormi? Endi qo'ldan kelgancha maslahat berdim. Mana bu fermaga yozib ko'ring, bu fermaga yozib ko'ring. Endi ularda bo'sh joy bo'lsa, vakansiya bo'lsa, sponsor bilan ishlasa oladi-da baribir. Qiynalganlar ko'p bo'ldi. Endi shunaqa holatlar bor ekanki, men bilishim bo'yicha, gaplashgan ba'zi insonlar aytish bo'yicha, o'zbeklar kim bilandir shartnoma tuzib, o'sha shartnomani oxirigacha bajarmasdan boshqa joyga xatlab, sakrab o'tib ketish holatlari, shartnomani bajarmaslik holatlari ham bo'lar ekan. Shunaqa ham bo'lib turadimi? Endi qarang, bo'lib turadi, unaqasi ham. Bu qanchalik darajada o'sha obro'ga, o'zbeklarning imejiga putur yetkazyapti? Shunaqa holatlar. Ana shu narsa yomon-da. Mana misol uchun endi biz sabr qildik-da, Xudoga shukr, mana bizda ham bo'ldi unaqa holatlar. Misol birinchi fermamizda munosabat yaxshi bo'lmay, transfer so'rab biz lekin kutdik. Lekin qonuniy, обязательно qonuniy, чтобы bizani o'sha sponsorlar o'zlari boshqa fermaga ko'chirishdi, o'tkazishini kutdik. Ba'zilarda shunaqa bo'ldi. Endi kimligini aytmayman. Yo'q, aytish shart emas. Ular fermadan tashqariga chiqib ketdi. Ya'ni kutmadi boshqa fermaga o'tkazib berishini. Chunki nimaga kutmadi? Sponsor yo'q ish dedi. Uyingga qaytib ket dedi. Uni iloji yo'q, uni 3 oylik vizasi turibdi hali. Iloji yo'q, pul topishga kelgan boyagi xarajatni ham qoplamagan. Iloji yo'q, chiqib ketdi. Lekin ba'zilar bor. Endi yaxshi ham biz O'zbekistondan emas ular. Endi Xudoga shukr. Shuni aeroportdan tushgandan tarqab ketgan. Juda yomon bu. Juda yomon. Bu baribir keyinchalik bu yoqqa so'rovlarni ham kamaytiradi-da odamlar soni. Xuddi shunday. Eng yomoni. Sizning fikringizcha umumiy holatda o'zbeklarning talab ortib boryaptimi? Ya'ni kvotalar oshyaptimi? Ish beruvchilarning qoniqishi qay darajada demoqchiman? Oshyapti. Chunki o'tgan yili kamroq qabul edi. Lekin saytlar faqat boyaga aytgan o'sha sponsor saytlar umuman yopib qo'ygan edi. O'zbekistondan qabul. Lekin bitta o'sha migratsiyadan orqali ketilgandan keyin, boya dogovorlar qilinib ketilgandan keyin, o'sha hozir mana tartibga tushgandan keyin hozir boshqa saytlar ham o'sha ochdi o'sha qabullarni. Yaqinda ham bo'lib o'tdi suhbatlari. Ular endi tanlanganlarda, ular oldin testidan anaqa anketalarni to'ldirib qo'yishgan. Yaqinda suhbati bo'lib o'tdi. Unga ham bir 20 kunchalar bo'lib qoldi menimcha. Endi sizlarda endi hozir rejalar qanaqa? Yana qaytib borish o'sha ishgami yoki boshqacharoq kechadimi endi? Men hozir endi hamma yo'lni qidiryapman, lekin Angliyaga обязательно boshqa rejalarim o'xshamasa, Angliyaga обязательно qaytib boraman, chunki men ham pul topish uchun borganman. Men ham pul yana shu pul ishlash uchun borasiz. Yana pul ishlashim kerak, chunki u ishlab kelgan pulim o'sha tugadi ham desa bo'ladi. Endi maqsadingiz sarflagan bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunday. Menda qanaqa yo'l bor? Men o'sha ishlagan fermalarim qaytadan meni chaqirishi mumkin. Ikkinchi yilga sizni priglasить qilamiz, yana qaytadan ishlashga deb chaqirishi mumkin. Agar sizning o'sha tarixingiz, ish tarixingiz chiroyli bo'lsa, qanaqadir endi unga bog'liq emas. Asnovoy nimaga bog'liq? Ularda to'liq ishlaganlar ham bo'ladi. 6 oylik. Bitta sezon kelib ishlab ketganlar ham bo'ladi.
Misol uchun oxirgi ishlagan fermamizda sparja sezoni 3 oy bo'ladi, golubika fasol sezoni 3 oy bo'ladi. Ana shu kimdirlar to'liq ishlagan, sparjada ham, golubikada ham, kimdirlar esa faqat sparjada ishlab ketib qolgan, kimdirlar faqat golubikada ishlab ketib qolgan. Xuddi bizga o'xshab. 3 oy faqat golubika ishlab ketdik. Ular menimcha, o'ylashimcha, polniy random birinchi to'liq ishlaganlarga tashiydi. Ulardan qabul qilganlari, keladiganlari, yana plus vakansiya qolsa, keyin уже sezonni tanlab olishadi. Menimcha endi shunaqa. No, bizani sponsorlarimiz bilan ham suhbatlashganimizda, agar ularda vakansiya bo'lmasa, уже boshqa fermaga ham tavsiya qilishlari mumkin. Ko'ramiz deyishdi. Reja endi Angliyami yoki boshqa Yevropa davlatlaridan ham izlab ko'ryapsizmi? Boshqa variantlarni? Ha, boshqa Yevropa davlatlaridan. Hozir Kanadadan qidiryapman. Undan tashqari qiziqish bildiryapman Koreyaga. Eshitishimcha Koreyada ham mavsumiy ishlarga olishmoqda degan hozir. Hozir shularni qiziqyapman to'g'risi. Oilaviymi u yoqqa ham yoki o'ziz ketmoqchimisiz? Albatta oilaviy. Oilaviy. Albatta oilaviy. Oilaviy sal qiyinroq bo'lsa kerak. Endi Angliyaga menimcha oson bo'ldi oilaviy. Menimcha deb o'ylayman. Nimaga? Endi baribir bir o'zim emas, sal поддержка. Yo'q, ularga nima naf? Ularga bilmayman, ularga nima naf, lekin asnovnoy ko'rganim oilaviy kelganlar bittada o'tib ketgan suhbatdan. Ko'rganim. Endi bilmayman, men aniq bilmayman nimaga unaqa. No, oilaviy er-xotin suhbatga kirganlar bittada o'tib ketishgan. Kelishgan o'sha imminni ishga borishgan. Balkim ular ham o'ylar, что borib turib u yoqqa nelegal bo'lib ketmaydi. Ya'ni bu yoqda kimnidir bolasi qoladi. Shunaqa. Yosh bolalari bo'lishi mumkin, barib qoldirib ketadi deydi. Nelegal bo'lib qolib ketmaydi, qaytib keladi bular deb o'ylashi ham mumkin. Shu tomonlari ham bor. Endi shu Angliyaga ishga borish rejasida, orzusida harakatda yurganlarga nima fikrlar, sal bo'lsa ham tavsiyalar, ya'ni bir tajribasi bor odam sifatida nima tavsiyalar berasiz? Birinchi tavsiyam har xil firmalarga, o'sha konsalting va agentstvalarga ishonmaslik. U qanaqa degani, mana misol uchun Angliyaga jo'natamiz, viza qilib beramiz, $3,500, $4,000 oylik deydigan agentstvalarga umuman ishonmaslik. Birinchi maslahat. Bu mif. Mif. Juda katta mif. Afsonada, bu yo'q narsa. Yo'q narsa. Reklamada. Xuddi shunday. O'zlarini ko'proq harakat qilishini, o'sha aytilgan boyagi spiskadagi saytlar, sponsor saytlar o'zlari ham qabul qilishi mumkin. Agar tushunmaydigan bo'lsa, tushunadigan odam, o'sha rus tili, ingliz tili tushunadigan odam to'ldirib bersa, maslahatim. Katta oylikka nima qilib, plan qilib bormaslik. Chunki bilib bo'lmaydi qanaqa fermaga tushadi, qanaqa ish beruvchini qo'liga tushadi. Va yengil mehnatni ham orzu qilmaslik. Yengil mehnatni o'ylab bormasligi kerak. Qiyinchilik hamma joyda bor. Men aytgandek karamga tushib qolishi mumkin. Puli yaxshi bo'ladi, lekin sog'liq ketadi. Ish qiyin bo'ladi. Misol uchun klubnikaga tushsa puli kamroq bo'ladi. Lekin nisbatan osonroq bo'ladi deysiz-ku, lekin unda yugur jismoniy mehnat, jismoniy talab qilinadi. Plus o'sha hozir misol uchun ko'pchilik qiziqadi, o'sha migratsiya rejalashtirgan ekan dekabr oyiga qabul boshlashi, harakat qilishsin, til o'rganishsin birinchi navbatda. Til o'rganishini maslahat beraman. Hech bo'lmasa rus tilini bilish kerak. Hech bo'lmasa rus tilida suhbatlanish, ya'ni suhbatlashish darajasida bilish kerak. Hozir bu odam misol uchun testidan o'tib, suhbatidan o'tib ketishi mumkin. U yoqqa borgandan keyin kamsitilish menimcha yo'q bo'lsa kerak. Albatta. Siz bilan borganlar orasida shu faqat omad yurishmaganlarmi yoki bir qanaqadir oliy ma'lumotlar ham bo'ldimi? Sizni ajablantirib, aka siz nima qilib yuribsiz bu yerda degan holat ham bo'ldimi? Bo'ldi. Masalan, qanaqa kasbdagilar? Misol uchun ochiqcha aytavering. Aytaymi? Kasb aytavering. Nima qilib yuribsiz aka siz bu yerda deydi. O'zi yaxshi pul topmaysizmi deb ikkilanib so'ragan holat bo'ldimi? Bitta joyni aytmadilar-da, biz
Oyligiga ikkita fermada ishlaganimda ekan bo'ldi. Eng oxirgi fermamizda oyligimiz juda zo'r bo'ldi-da. O'shani aytib o'tmadilar. Chunki hozirda faqat oylik kam ekan deb o'ylab qolish mumkin. Oxirida zo'r ferma. Qo'shib keting. To'g'ri lekin. Kelin haqiqatni gapiryapti. To'g'ri lekin oxirida zo'r fermaga tushganmiz. Yaxshi oylik olgansiz. Juda zo'r oylik olganmiz. Endi bu ham bir omad ekan. Ha, omadda, именно oxirida o'sha ishlagan fermamizda undan oldin ikkita fermada ishlagan pulimizni 2 barobar ishlab. Ya'ni reklamadagi bir orzudagi sal yaqinroq orzudagi joyga tushib. Lekin unga biz mehnat qilganmiz. Endi u mehnatsiz oylik. Ana haftasiga bonuslariga harakat qilganmiz biz. Yaxshi bonuslar bor ekan. Boyagi savolim. Qanaqa kasbdagilarni ko'rdingiz u yerda? Xo'p. Endi buxgalter dedi, o'zim dedi O'zbekistonda 10 million, 12 million oylik olganman dedi. Aka bor. Men akani aytgim kelyapti, lekin Ya mayli, otini aytmang, qanaqadir kasbda ishlashi qiziq bo'lishi. U faqat sizga tanishdi. Ko'rmasa kerak, aytavering. Xo'p. Otini aytmang. Endi eng hayron bo'lganim, men bu yoqda ishlab yurgan vaqtim menga ishlovchi aka telefon qildi. Ish qanaqa bo'lyapti deb. Yaxshi dedim. Ana shu akani borganiga hayron qoldim. U tasida ishlaydigan aka borgan. Men borsam hayron qolasizmi? Конечно, hayron qolaman. Men ham borib ishlab qolsam. Hayron. Endi qarang, sizlarning sohalaringizda o'sha migratsiya sohasida, jurnalistika sohasida borish kerak, qanday turizm yoritish uchun, bildirish, ko'rsatish uchun-da, lekin aynan ish uchun menimcha endi afsuski borish ham mumkin-ku, nima endi u tirikchilikning aybi bor, mehnatdagi. Yo'q, men endi hayron qolaman-da, misol uchun men agar hozir bu yoqda oliy ma'lumotli jurnalist 6 yil o'qib Britaniyada qulupnay tayyorlab yursa, bo'lishi mumkin, har narsa bo'lishi mumkin. To'g'ri. Endi men ham oliy ma'lumotliman, lekin to'g'ri, mehnatni anaqasi-yu, endi afsuski endi shunaqa holat shunaqada. Men jurnalistlar haqida aytmoqchi emasman, umumiy ma'noda aytayapman-ku, bizga qolsa migrantlar bizga qolsa migrantlar bo'lmasin. Hamma o'zini vatanida, o'zini oilasini bag'rida, shu yerda ishlasin. 10 million topsa ham shu yerda ishlab, oila bola chaqasini boqsa, to'g'ri. Biz yopilib ketsak ham mayli. Shu sohani yoritadigan odam qolmasin, lekin hamma O'zbekistonda mehnat qilsa, bizning orzuyimiz ham o'zi shuda. Hammasi o'sha aytganingizga bitta aka aytdi, men Rossiyada oyiga 250 ming rubl ishlardim dedi. Bekorlar kelman bu yoqqa deb anaqa bo'ldi-da. Afsuslandi. Nima ish qilardingiz desam, u aka endi kakano nima deydi? Brigadir dedim, prorab dedim, shunaqa bo'lgan ekan. Ish boshqaruvchi, xuddi shu o'sha supervizorlarga o'xshagan. Faqat ular katta obyektlar quruvchilari bo'lgan ekan. Prorab deydi. Lekin Angliyaga o'sha etilgan o'sha $4000 ga qiziqib reklamaga ishonib kelgan ekanda. Endi hamma narsaning plyus minusi bor. Mana Angliyani ko'rdi, chetni ko'rdi. Baribir odam chetga chiqsa dunyoqarashi o'zgaradi. Solishtirish imkoniyati, taqqoslash imkoniyati, o'zini bir taftish qilish, hayotini bir aslida hayot bunaqa tomonlari ham bor ekan-ku deb o'ylab ko'rish nimasi ham bor-da. Hamma har xil endi. Faqat daladan kelib, dalada bunaqa qilish ham o'zi yaramaydi. Endi odam shunga tayyor bo'lib borish kerak-da. Saboq chiqara olish kerak demoqchiman. To'g'ri. Lekin mana aytdim, oxirgi ishlagan fermamizda zo'r ishladik-da, haqiqatan ham o'sha reklamadagi pulga yaqin ishladik. Endi uni ko'proq harakat qilib ishladik-da. Ana shunaqa fermaga tushib qolganlar aytishi mumkin, agar kanalingizni kuzatuvchilar mana buncha emas, buncha deb aytishi mumkin-da. Albatta, Angliyada ishlaydiganlar hali yozishadi, bu yerda fikrlarini qoldirishadi. Srazu sen adashyapsan deb qo'yishi mumkin, lekin chunki men o'zimga yozganda, men ishlab yuribman o'sha yerda. Ha, sizga e'tiroz bildirishgan, ha. Men ishlab yuribman. Mana shuncha oylik oldik deb chiqarsam, kim aldayapsan dedi. Ha, u boshqa fermada bo'ladi. U o'zi boshqa fermada o'zi. Lekin nimaga aldayapsan odamlarni dedi. Men boshimni o'tkazganim chiqaryapman dedi. Bunaqa odamlar ko'p. Masalan, siz mana shu piyola deysa, aniqsa kommentchilar orasida bo'ladi. Bu piyola siz yo bu piyola emas deydi. Men ushlab turibman, buni piyolaligini ko'rib turibman. Yo bu kosa deydi. Nariyod turib, o'zi nariyod ekranni yozib turib, bu kosa nimaga aldayapsan deydi. Xuddi shunaqada. Shunaqa endi nima izoh beruvchilar ham bor-da. Endi bularga ham chidashga majburmiz, mayli. Hamma filni har xil tomondan ko'radi-da. Nimada Alisher Navoiyda ko'rlar va fil hikoyati bor-da. O'sha kezib kelgan
nimani fil qanaqa ekansa, u katta xodaga o'xshar ekan deydi, katta ustunga o'xshar ekan, katta ilonga o'xshar ekan deydi. Endi ko'rlar-ku endi. Hamma ko'rganini gapiradi-da, hamma o'sha har xil rakursdan munosabat. Har xil rakurs. Shuning uchun seniki ham to'g'ri deb qo'yib, o'z ishingizda davom etaverasiz. Blog davom etadimi shunda? Albatta davom etadi. Men endi hozir to'xtab qolish niyatim yo'q umuman. Lekin bu yoqda to'xtab qolibdi. Hozir chunki bu yoqda men boshqa ishlar bilan biroz bandman-da. Boshqa ishlar bilan biroz bandman. Lekin yangilik bo'lsa, men sразу уже chiqaraman bu narsalar. Chunki nimaga harakat qilyapman? O'sha aynan Angliyani o'ziga emas, o'sha aytganimdek, boshqa joylar, boshqa davlatlarga ham. Chunki hali ko'rmadim blogerni, o'sha Kanadada ishlab yurgan blogerlar ish sharoitlarini ko'rsatayotganlarini, yoki Koreyada ko'p eshitdim, juda ko'p eshitdim, Koreyada mavsumiy ish bor ekan. Bor, men o'rtoqlarim ishlashgan. Qishloqlarida. Lekin hali hech qaysi bloger ko'rmadim, hech qanaqa bloger ko'rmadim. Bu yoqda ishlab yurgan mana shunaqa sharoitlar, mana shuncha oylik, mana shunaqa deb aytganini hali birortasini ko'rmadim. Sizdan ham qarz so'rab turishadimi? Voy, qarz. Men hozir aytaman. Umuman suhbatlashmagan odamlarim, gaplashmagan. Tanimaysiz? Tanimayman. Shunchaki ko'rishib qolganmiz bir marta yoki ikki marta. Даже 5-6 yil oldin. Qarz so'rash demaylik, meni ham olib ketdi Angliyaga. Ana shu gaplar ko'p bo'ldi. Men ham borib ishlab kelay. Nima olib bormayapsiz? Iloji yo'q. Faqatgina harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak, o'zi bo'ldi. Men hozir o'zim bilan faqatgina, misol uchun, agar fermamda yaxshi ishlasam, ish joyimda yaxshi ishchi bo'lib 2-3 yil ishlasam, balki supervisor bo'lsam, o'zim bilan qarindoshlarimni, singlimni, shunaqa imkoniyat bo'ladi. Bor. Yo'q, o'zi shunaqa ham bor u imkoniyat. Misol fermadagi ish beruvchi bilan kelishib, men keyingi yil ukamni olib kelmoqchiman desa, fermada vakansiya bo'lsa, o'sha sponsor bilan ular ishlaydiganda va ishlaymiz desa, olib kelsa bo'ladi. Endi u gaplashish, suhbatlashishga, til bilishga bog'liq. Ana shu. Eng muhimi shu. Harakat qilish kerak, bu yoqdan ketmoqchi bo'lganlar ham. Misol o'sha ukamni, akamni olib ketaman deydi. Lekin o'sha akasi, ukasi til bilmasa, u ham qaysidir parametrlar vizaga to'g'ri kelmasa, viza nimaga, talablariga ularga ham bermasligi mumkin-da. Shunaqa. Yana aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni aytib olishingiz mumkin. Menimcha imkon qadar gaplashdik. Nimalarni aytmoqchi edingiz bu yoqqa kelayotganda rejalashtirib olgandirsiz? Qaysi tomonlar o'sha imkon beramiz? Men aytmoqchi bo'lganim ishlash kerak faqat agar rasus migrant bo'lib bu yoqqa mana Angliyaga bormoqchi borganlar ko'rayotgan bo'lsa agar, u yoqda ishlash kerak, bo'ldi vse. Mehnat qilish kerak. Mehnat qilish kerak. Haqiqatan ham u yerda, lekin bitta narsasiga qoyil qoldim. Haqqoniylik joyi inglizlarning o'zlaridan ko'p. Mana inglizlar realniy, chestniy. Siz ishlaysiz, o'sha ishlagan haqqingizni olasiz. Undan oshiqcha ishlaysizmi, hech bir simiga xiyonat yo'q. Обязательно oshiqchasini to'laydi. Ya'ni haq-huquqlarni yaxshi ta'minlangan. Yaxshi ta'minlangan. Agar ular ish topib bera olmay qolsa, 32 soat o'sha ularga majbur ish berish kerak, ana shu ishni qilib berishga majbur. Shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi. Ko'rsatilgan bo'ladi. Yana maslahat berardim, nelegal bo'lib ketmaslikni. Chunki nelegal, noqonuniy u yoqda qolib hozir ishlayotganlar ham bir ikki bo'lmayapti ko'pchilikni. Baribir qiynaladi-da. Juda ham. Ya'ni sabr qilib ishlash kerak. Sabr qilib ishlash kerak. Va bu yoqdagi o'zbeklarning keyingi boruvchilarga ham kvotalarga ta'sir qilmaslik kerak. O'sha keyingi boruvchilarga ta'sir qilmasligi uchun. В принципе, bo'ldi, vse. Endi ko'p aytmoqchi bo'laman shu narsani. Qanday borsa bo'ladi, faqat shu savollar, kommentariyalar. Asosan shu savol. Menimcha harakat qilgan odam deb o'ylayman, endi o'zim qanday borsa bo'ladi deb kommentariy yozmasdan, so'rab Makkani topishgan deyshadi. Yozmasdan, naborot o'shani qachon boshlanadi qabul yoki bo'lmasam qaysi saytlar orqali to'ldirsa bo'ladi anketa.
xuddi o'sha narsalar ma'lumotlarni ko'proq so'ragan ma'qul deyman. Ha, ko'proq endi biz boshida aytganimdek, migratsiya agentligining o'sha rasmiy kanalida bandlik agentligining rasmiy kanalini kuzatinglar deyman. Chunki o'zimizda ham shu kuzatganimizda mavsum ishlarga chaqiruvlar bo'ladi. Biz albatta uni ulashamiz kanalimizda. Ya'ni boshqa migrantlarga ham yetib borsin, ular ham ko'rishsin, bog'lanishsin deb. Menimcha u yerda talablar og'ir emas. Bizni o'zim tanishlarim ham shu suhbatda o'tib ketganlar bo'ldi. Oddiy talablar. Yo'q, talablar og'ir emas. Aslında shu til bilish kerak bo'ldi. Shu. Katta rahmat. Bir soatdan oshdi adashmasam suhbatimiz. Umid qilamizki, bugungi suhbatimiz Angliyaga ishga borishni orzu qilayotganlar, rejalashtirayotganlar, taraddud ko'rayotganlar uchun foydali, manfaatli bo'ldi. Agar shu foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Men ham albatta xursand bo'laman, foydali bo'ladigan bo'lsa. Aytamanki, что men o'sha kanalimda chiqargan videolarni plyus tomonlari ham juda ko'p. Zo'r ishlab kelsa bo'ladi, minus tomonlari ham bor. Hammasini o'sha hisobga olish kerak deyman. Albatta, Chalix Elyor shu ukamizni YouTube'ini, blogini kuzatib boringlar, Instagramda ham bor ekan, YouTube'ni kuzatib boringlar. Qiziq narsalar qo'yar ekan, tabiiy, juda ham tabiiy video kontentlar va albatta Migrant Uz'ni ham kuzatishni kanda qilmanglar. Siz uchun foydali bo'lgan kontentlar taqdim qilishda davom etamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Tashrif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldi.